Alvasta Qo'nchoq. Avtori Sherzod. 14-qism. Buni ko'rgan Vang ustam qilchilik huduqmidi. U yana hujumga o'tdi. Bu qatim Azizmu Vang ustamga qarab hujumga o'tdi. Azizning tutun shaklidagi gavdasi yopirilganicha Vang ustamning tenini qo'rishib oldi. Qarmoqqa Vang ustamning nafsi bo'g'ilayotganda qiladi. U badanini midiriltanmadi. Bu vaqtda Azizning gavdasi bağan seri Vang ustamni qiyin qistoqqa elib oldi. Vang ustamning badani mejilishga boshladi. Uning ustixonlaridan sunug'andek ovozlar chiqishga boshladi. Uzun o'tmay bu tutun portladi. Obida bilan Malika bo'shliqdagi manzilga qarab, "Vang ustam!" deb o'llik vaqiradi. Liujanmo bo'shliqdagi manzariga qarab, og'zini ochib, tong qaytib turib qoldi. Uzun o'tmay Azizning tutun gavdasi yana paydo bo'ldi. U pastdagi uchaylaniga qarab, qaqoqlab kulgan holda, Vangshan amdi o'ldi. Amdi navbat har qaysinga keldi. U shundoq degunicha Liujanga qarab yopirilib keldi. U yopirilib kelib etib, o'zligidan vaqirab ketdi. Yo'q, yo'q. Uning ovozi Daugwen sarayini bir og'an edi. U shundoq vaqirganicha Liujanning oldiga kelib, odam holatiga qaytdi. Ondan yana hayvonlarga o'xshab ketadigan chirqirgan ovozlarni chiqargan peti asta-asta badani parchalanishga boshladi. Uning bu holati dal Vang ustamning aksi Shuchinning holatiga o'xshab ketadi. Azizning badani mikro parchalarga parchalanib ketdi. Yo'q, men hargizmi mag'lub bo'lmayman. Azizning mikro parchalarga aylanib ketgan teni uning shu ovoziga agishib, ko'pchilikning oldidan asta-asta g'oyib bo'ldi. Ko'pchilik ko'z oldidagi manzaraga qarab, qaytib turib qoldi. Ular nima bo'lganligini bilmagandek turadi. Bu vaqtda bo'shliqdan yana bir gavda asta-asta pastga tushdi. Buni ko'rgan ko'pchilik xushalligidan sakrashib ketdi. Bu boshqa birisi emas, dal Vang ustam edi. U bo'shliqdan shu tushgunicha yerga qo'ndi. U asli o'lmagan edi. U baya Liujanning kallasiga ochiqlanib urgan emas, balki uning aslimalarini o'qib beqish uchun qo'lini uning kallasiga qo'ygan edi. Hamda shu tezlikda ustozi ayni vaqtda Liujanga o'rgatib qo'ygan shu maxfiy mahoratlarni o'rganib olgan edi. Uning o'lmaganini ko'rgan uchaylan yugurgan peti uning yeniga keldi. "Vang ustam, rostli o'lmadingizmi? Bu rostli sizmi?" Obida bilan Malika qaymoqib qolgan holda Vang ustozga qarab turib shundoq dedi. Nima bo'lganligini endi bilgandek tuyg'uga kelgan Liujan xushalligidan sakrab ketdi. Aka, siz oxir uni mag'lub qildingiz. Qizchaqlar, bu rasman sizlarning Vang ustaminglarga oldirab bir ish bo'lmaydi. Bundan ansirmanglar. Men ras o'lmadim. Men ras Vang ustam. Vang ustam shundoq degunicha ikki qo'li bilan belini tutib, osmonga qarab kulib ketdi. Aziz, bu qitim rasli o'ldi. Bu ishlar endi oxirlashdi. Bu ishlar endi hargiz qaytadan yuz bermaydi. Inam, qizchaqlar, biz endi g'alaba qildik. Bu vaqtdagi osmondagi qora bulutlar yo'qolib, quyoshning illiq nuri atrofga chechildi. Uzun o'tmay Vang ustam ikki qizni elib uyga qaytadigan safarga otlandi. Liujan bo'lsa yanala o'zining Daugwen sarayida qolib qoldi. Ular mashinaga chiqib uyga qarab mangdi. Uyga qaytishdagi safar shunchalik xushallik ichiga cho'mgan ediki, ularning kulkilari uzilmay qoldi.
Ваң ұстамның юморлық кеплерімі үзіліп қалмады. Ular shu tariqada uyga qaytib keldi. Sizlar ishkinglar men bilan tang tushmamsizlar? Sizlar yana boshqa yerga boramsizlar? Qizchaq, meni shu yer osti uyida chashqonlar bilan bir umr hamra bo'lib o'ssin damsan. Men endi o'zimning Dovgan sarayini qurib chiqmoqchi. Uning ustiga biz Azizning turalg'usiga berib, Malikaning ko'zini topmasak bo'lmaydi. Undaqda men sizlar bilan birga Malikaning ko'zini topqilib olsam bo'lamdi. Albatta bo'ladi. Tez mashinaga chiq. Ular shunday qilib mashinaga o'ltirib, yana to'xtamay mengib Azizning uyining oldiga keldi. Ular Azizning uyining oldiga kelib, mashinadan tushib, ko'z oldidagi manzaraga ishonmay qoldi. Azizning uyi kuyib ketgan edi. Azizning uyining o'rnida kuyib kulga aylanib ketgan yog'ochlardan bo'lak hech nima yo'q edi. Buni ko'rgan Malikaning ko'ngli shunchalik yerim bo'ldi. U o'zining ko'zini endi topolmaydigandek his qildi. Bu vaqtda Vang ustam uninga qarab, Qizchaq, oldirmay tur. deginicha oldiga qarab mengib, kuyib ketgan uyining o'rniga bordi. U kuyib ketgan uyining o'rnidan bir narsalarni izlayotgandek, u yoqdan bu yoqqa mengib yuratdi. Topdim. Bu yadiga. U shundoq deginicha yerdan bir qo'nchoqni qo'liga oldi. Bu dal Malikaning ko'zi selingan heliqi qo'nchoq edi. Malika xo'shalliqidan uning yeniga yugurib bordi. Obidamu orqadan agishib yugurib Vang ustamning yeniga bordi. U vaqtda Vang ustam yenidan bir ustiga irmash-chirmash xat yozilgan putukni chiqarib, qo'nchoqning kallasiga chapladi. Bu vaqtda qo'nchoqning ko'zidan nur chiqib, yip bilan tikib etilgan ko'z ochildi. Uning ko'zi haqiqatanmi rost odamning ko'ziga o'xshaydi. Shunchalik chiroyli, shunchalik nurliq edi. Bu vaqtda qo'nchoqning ko'zi nurga aylanib, Malikaning ko'ziga qo'yildi. Meni kuchim asliga keldi. Bak yaxshi bo'ldi. Malika shundoq deginicha xo'shalliqidan Vang ustamni quchoqladi. Vang ustammo buni ko'rib, mamnunligidan Malikaning beshini silab qo'ydi. Bu vaqtda hamma ish asliga qaytgan edi. Shundoq qilib, ular uchaylan o'zining xiyoliga asosan keyingi ishlarni o'ylashib qo'ygan edi. Obida qaytib ta'til tugagandan keyin o'qishni davomlashtiradigan bo'ldi. Malika bo'lsa, endi xotirjam holda onasining yeniga qaytadigan bo'ldi. Vang ustam bo'lsa, o'ziga mansub bo'lgan Dovguan sarayidan birini ochadigan bo'ldi. Uzun o'tmay Vang ustam shaharning ma'lum yeridan bir yerni elib, Dovguan sarayi soldirmoqchi bo'ldi. U qayrining qandaqmi bunchalik ko'p bo'libadi deb o'ylab qolishingiz mumkin. Bu gaplarni yanala Vang ustamning o'zining og'zida anglayli. Qurilishning ishini boshlagan vaqtda hayron bo'lgan Malikimi o'xshash savolni so'ragan edi. Vang ustam, sizning nerden kelgan bundaq chiqib bo'lingizmi? Rasli Abidaning deganidek banka bo'lmagansiz, a? Bu degan qonunga xilofchimi? Agar so'roqqa tatilib qolsangiz, biz bilan aloqam bor deyman. Mahu namertning gapini qarmandigan. Yordamga erish bo'lib, endi meni satga keltirdingmi? Bo'pti. Men ranjimayman. Bo'pti qizchaq. Men senga rostini aytib beray. U shundoq deginicha so'zini davom etdi. Sizlarga necha qitim aytdim. Oldin qitim aytgan so'zlarim esinglarda-da. Mening necha yuz hamsavoq og'i inillarim, yana texi necha yuz qo'l berishgan do'stlarim bor. To'g'ri, ularning ko'pinchisi hozir yo'q. Lekin ularning avlodlari hozirgacha yashab kelyapti. Ularning hol kuni nihoyat yaxshi. Nechisi dangliq korxonchi. Bu pullarni dal shu korxonchi jiyanlarim menga bergan. Ular meni hatto o'z ota-onasidan ortiq ko'rdi. Mundaqdan, bo'pti, sizga ishinay. Nima? Sizga ishinay? Bu qanday gap bo'ldi endi? Qizchaq, senga hargiz yaxshi ko'rinmayman men. Haras Shoprustam, o'mi sizning jiyaningizmi? Uning kimligini hozirgacha bizga deb bermadingiz texi. U tarbiya ko'rgan odam, zodi nima qildigan odam? Haras, sizlarga deyishni unutib qoptiman. U odam emas. U odam emas, amsa u qanday hayvon? U
u hayvonmi emas, odammi emas, u degan qog'oz odam. Ваң устам, siz rostila yomon odamjimi? Qog'ozgami jon kirgizoladi ekansiz. Albatta, men Wang Shandan qilolmaydigan ishim yo'q. Ваң устам g'adoyg'inicha shundoq dedi. Aras qizchaq, sen yurtingga qaytib ketmabsan. Meningga qaytib ketgim bor. Lekin yurtimdagi kishilar ko'z orqali meni ko'rolmaydi. Men onam bilan yursam, hammasi onamni sarangdab o'ylab qoladi. U shundoq degunicha ko'zidan oqqan bir necha yosh tomchisini aytibdi. Ondan ko'ra, men yeningizga qilib siz bilan birga yursam, ko'nglim ichilib qoladi ekan. Onun ustiga sizdek necha ming yil yashagan qiyridan har xil mahoratlarni o'rganib olaman emasmi? Yana texi, men qaytib ketsam, burunqi ichinishlik ishlar kallamga kirib elib buruqtirim bo'lib ketaman. Bo'ldi, ortiq gapni deyishmayli. Men yeningizda qolaman. Bo'ladi. Qizchaq, sendek oq ko'ngil qiz yenimda yursa, men bu xotirjam bo'laman. Lekin yenimda tursam, boshqa kishilarning ko'ziga men havoga qarab gap qilib yurganda ko'rinib, meni sarang deb qolmasin. Menda bir amal bor. U shundoq deb mo'risiga esib olgan koni somkasini yechib Malikaga ko'rsatdi. Somkining ichida nurg'un putuklar bor edi. Hamda putuklarning yanida nurg'unlagan odam shaklida kesilgan shaplaqchilik yo'g'onliqdagi qog'oz bor edi. Wang ustam somkining ichidan odam shaklida kesilgan bir qog'ozni chiqardi. Ikki barmoqini juplab odam tushuniksiz bir narsalarni deb barmoqini yana Malikaga qaratdi. Malika bu vaqtda aslama partisi holatda qayta nurga aylanib, qog'oz partisining ichiga kirib ketdi. Bu vaqtda Wang ustam qog'oz partisini yerga tashladi. Bu vaqtda qog'oz partisi bara yo'g'nab, asta Malikaning shakliga kirdi. Uzun o'tmay haqiqiy odam siyoqidagi Malika qaytadan to'raldi.